Xo'p, assalomu alaykum va rahmatulloh. Do'stlar, yaxshimisizlar? Zo'rmisizlar? Charchamaysizlarmi? Ishlarim, mazalarim yaxshimi? Do'stlar, mana Dino moshin bozoriga kelib oldi, xudo xolasa. Chiroyli qilib avzo qilib berishga harakat qilamiz. Inamarka deb nomlaganmiz. Buning ichiga hamma moshin kirib ketadi. Captiva, Malibu, BMW, nima moshin chiqsa, xullas kalom o'sha kirib ketadi. Mana shu oldi qatorda bo'ladi. Moshinlar avzo qilishga harakat qilamiz. Hozirgi videoni ko'rib turgan bo'lsanglar, like bosib qo'yinglar. Obuna bo'lmasdan ko'rayotgan bo'lsanglar, obuna qo'yish abzatni esinglardan chiqmasa, xo'p, chiroyli qilib obzor qilib berishda davom etamiz. Telegram kanalimizda doim eslatamiz, bunaqa mashinalardan 5 tadan 15 tagacha qo'yib borilyapti. Kanal sirkasi opsiya va kommentariyada bo'ladi. Bemalol o'tib obuna bo'lib qo'ysanglar, juda ham manfaatli bo'ladi. Qani ketdik, videoni boshladik. Yilininchi Cobalt. 24. Staylmi? Mexanika dedimiz, ha? Xo'p, 24 mexanika Cobalt bor ekan. Cobaltdan boshlab olamiz, do'stlar. Xudo xolasa shu aytganimizda like-ni bosib qo'ysanglar bo'ldi. Xo'p, mexanika 24. Xo'p, ana qo'yilgan ekan, gaz qo'yilgan ekan, metan, ABS konditsioner bor. Kraska toza. 100% toza, balon ham yangi. Xo'p, qancha yurdi bu? Yurgani qancha? 25 ming. Polik, chexol, mana karishni barlari bor, magnitofon bor, mexanika mana 25515 kilometr yurgan ekan. Salon holatlarini bemalol ko'rsanglar bo'ladi, jigarlar. Xo'p, mana orqa tarafidan ham ko'rinishi, umumiy holati mashinani yomon emas, yaxshi. Bosib yuboringlar orqani. Pult bor, ha? Pultdan bor ekan. Xo'p, zapaskalarchi? Tushmagan, yangi bo'ldi. Mana metan bor, zapaska ham tushmagan ekan. Orqasida narsa bor ekan, olib aytmaymiz akalar. Xo'p, qarang. Narxini qancha aytasiz aka buni? Qancha? 157 million aytilyapti. So'radimi bozor? Yo'q, hali so'raydi. Endi so'ray. Nomer bor-a? Nomer bor. Ayting nomeringizni. 99 498 498 93 93. Qanchalar bo'lsa berasiz? kelishtirib beramizda. Siz so'ragan yo'llaydi. 157 aytib o'tiribsiz. Yilliklar bo'lsa berasizmi? Kesin qarim gaplashamiz. Gaplashsa bo'ladi, ha? Hamma yoq tayyor, balon yangi, birorta aybi yo'q mashinada. Variantini ham berasizmi hozir yetmasa? 50% ran. Yaxshida. Bir 70% aksa, bir 2 yillik qutilasizmi? Yo'q, bersin. Ha, barter yo'qmi? Yo'q, yo'q. Faqat narx. Kelishtirib beraverasiz. Qayerda mashinasi? Bandxonlik. Xo'p, Bandxonni mashinasi ekan do'stlar, narx bo'lsa kelishtirib beraveramiz deb 50 millionga beraman dedi. Yana ham telefon qilib ko'rsanglar bo'ladi. Nomerlarga kraskalar toza 25 ming yurgan, mexanika 24 do'stlar. Metan, petan, balon, chexol, polik hamma yoq qilingan ekan. Xullas tayyor mashina ekan do'stlar. Mana. Xo'p do'stlar, qora rangda 14-yilda ishlab chiqarilgan Cobalt bor ekan, ko'rsanglar bo'ladi. 4-pokoleniya gazlar qo'yilgan propana, metan ekan. Metan ABS yo'q, konditsioner bormi? Konditsioner bor mana. Konditsioner bor. Balon yangi ekan. Pulti bor ekan mana. Eshigallari bor ekan. Kraskasi qanday? Kraska yo'q, toza. Yurgani qancha? 87 mingda. Elektron polik, chexol. Mana. Ko'rsanglar bo'ladi. 87 ming yurgan ekan mashina. 14 bo'lsa ham, lekin probegi pas ekanda, orqada ekanda. Narxi qancha aytilyapti buni? Narxi qancha aytilyapti? 100 bilsa beraveramiz. 100 ta beraverasiz. Sizdanmi mashin? Nomerini aytsin-da, nomerini so'rang. Telefon nomer. Soda qilyapti, soda bo'lyapti. Necha so'rayotgan ekan? Bo'ldi bu. Soda bo'layotgan ekan do'stlar. Bu aytganiga bu mashin ekan deb Kimniki bu mashin? Bosh kimda? Mashin egasida. Sizdan emasmi? Yo'q, yo'q. 7dan ya 7dan keyin chiqadi ekan. Qaysi kanalda? Bir qilinmaydi. Kirganingizda like deb bosasiz ekan. Ko'rgansizmi? Like deb bosamiz. Ha, shunday bosasiz. Yezasiz ekan. Bo'ldi, birinchi chiqadi. Bo'ldi ekan. Xo'p do'stlar, keyin Monza bor ekan, 23-yilda ishlab chiqarilgan. Xo'p, kraskalari toza ekan, 1.5 atmosferni motor ekan do'stlar. Mana balonlarni ham ko'rsanglar bo'ladi, o'zini diskalarida. Xo'p. Nishonlar yo'q, elektronli polik. Xo'p, salonni ko'rsanglar bo'ladi. Karishniy salonda ekan. Mana motorlarni ko'rsanglar bo'ladi. Yurgani 291 kilometr ekan, mana ko'rsanglar bo'ladi. Salonlarni akkuratni turibdi. Xo'p, mana tepalari, ziklari bor bo'lsa. Mashina benzinda ekan. Ko'rsanglar bo'ladi. Buni narxini qancha aytyapsiz, bo'la? 205 million aytyapsizmi? So'radingmi bozor?
Ha, so'ragan yo'qmi? Nomer ayting. Telefon nomeringizni. 90lik 226 21 02 ekan. Qancha bo'lsa berasiz bular? Kelishasiz. Siz примерно dedingiz qancha? 200 dan past bitami yo'qmi? Bitadi. Naqd pulga sotasiz, keyin barter ham qilaman dedingiz, ha? Barter bor. Nima mashina qilasiz? Variant hammasi. Variantim bormi? Variant, barter hamma yog'i bor ekan. Xo'p, mana do'stlar. O'sha nomerlarga telefon qilasizlar. Qancha pul bilan olib ketsa bo'ladi mashina variant? 100 million berib olib ketsa bo'ladimi? Ya 130 la bersinman, Cobalt pulini. Cobalt pulini bersa u yani. Ha, shu 120 lik Cobalt bo'lsa ham shu bo'ladi, ha? Bo'ldi. Xo'p, Cobalt pulini berib variant qilsanglar ham bo'lar ekan. Cobalt berib barter qilsanglar ham bo'lar ekan. Bemalol telefon qilsanglar ular ish yo'q mashina biranta. Bo'ldi, gaz qo'yilmagan benzinda. Bo'ldi do'stlar. 5 ta rasut qiladi atmosferni do'stlar. Qaysi anosi bu? Premiermi? 23 trekker bor ekan do'stlar, Premier. Mana ko'rsanglar bular qop-qora rangda. Kraskasi toza? Toza. Premier do'stlar, mana diskalarni ko'rsanglar bular, balonlari yangi bo'lib turibdi. 5 ключевой доступ, elektronniy polik, kujinni salonida ko'kish svetda, ballari bor, monitor. Xo'p, salon holatlarini ham ko'rsanglar bo'ladi. Lyuklari ham bor. Xullas, mashina akkuratni turibdi. Qancha yurgan ekan bu? Yurgan. Trekker so'raganlar uchun xudo xolasa. Do'stlar, shu ayamasdan like bosib qo'ysak, chiroyli ketadi. Yurgani qancha buni aka? Kraska toza, gaz qo'yilmagan, benzinda. Propan bormi? Nomer bor, telefon nomer. 93lik 814 43 42. Narxini qancha aytyapsizlar buni? 215 million. 215 million so'radingmi bozor? Tasvirib turib. Qancha? 215 kami bor. So'ragani qancha? Qiziqda endi odam bo'lish. Telefonlashamiz. 200 larga bo'lsa berasizmi? Telefonlashamiz. Nomer aytdik, ha? Variant barter imkoniyati bormi? Bor. Bo'ldi, variantga barter imkoniyati bor ekan, 30 mingdan oshgan ekan do'stlar. Kraskalari toza ekan, propan sanab qilib qo'yilgan ekan. Premier qora Trekker 2 so'raganlar uchun xudo xolasa do'stlar. Mana balonlari ham yangi ekan. Yo'q, ko'rsanglar bo'ladi. Xo'p, 22 ga 23 Cherry Tiggo 7 Pro, ha? Kraskasi tozami? Toza, qora rangda. Gaz qo'yilmaganmi? Qo'yilganmi propan? Propani bor, ha? Xo'p, balonlarni, diskalarni ko'rsanglar bo'ladi. Propani bor ekan. Xo'p, bu nechinchi pozitsiyasi? Fuli. Xo'p, elektronniy, kujinni salon, ballari bor. Xo'p, monitor. Yurgani qancha buni aka? 37 ming. 37 ming. Aka fulida qanaqa bo'ladi-da? Luk bo'ladi-da, luk fulida. Bu birinchi pozitsiya bo'lsa kerak. 2022-yil bezluk chiqqan. Ha, 22-yilga. Ha, bo'ldi. 22-yil bezluk chiqqan fulu do'stlar. Hozirgi 23, 24, 25larda luk bor, ha? Shunday, va bu Proda Pro bo'lmasa edi, ana plastoy bo'ladi. Ha, bo'ldi, Pro to'g'ri aytayapti aka. Mana ko'rsanglar bo'ladi. Narxini qancha aytyapsizlar buni aka? 250 deyapmiz. 250 million aytilyapti. So'ragani bormi bozor? 230 million savdo bilan sal qo'shilsa gaplashamiz. Naqd pulga so'ramiz. 230. Nomer ayting, telefon nomeri. 97 97lik 406 0015. 406 0015. Varianti bormi aka? Yo'q, na. Naqd barterchi. Barterga bo'ladi. Nima mashina? Centra, Ha? Centra Cobalt. Barter qilsa bo'ladi. Naqd pulga sotiladi keyin. Naqd pulga necha pullar bo'lsa telefon qilsa bo'ladi aka? 235. Yurgani qancha dedingiz? 37 ming. Bo'ldi. Xo'p, do'stlar, 22-yil oxiri 22 23 ekan, kraskalar toza, Cherry Tiggo 7 Pro. Xo'p, 32 ming yurgan aytganimizda propan sonab qilib qo'yilgan ekan, balonlari yangi ekan, 250 million narx aytilyapti, 230 millionga berilmayapti, 235 million bo'lsa beriladi ekan. Keyin barterga imkoniyati bor ekan, Cobalt bilan Gentraga do'stlar. Nima qilib bog'lansalar bo'ladi mana. Full ekan. 3-pozitsiya yana. 23 ekan do'stlar, bu 12si 3-pozitsiyasi ekan, oppoq rangda ko'rib turibsizlar. Bu ham benzinda. Gaz bor. Propanmi? Buni ham gaz bor ekan. Propan balonlarni yangi ko'rib turibsizlar. Xo'p. Elektronniy polik salonlarni ko'rsanglar bo'ladi bemalol. Xo'p, mana barlari bor, monitorlari bor. Yurgani 20106 kilometr ekan. 3-pozitsiya mexanika ekan do'stlar. Salon holatlarini ham bemalol ko'rsanglar bo'ladi mana.
qatnab turibdi. 20 ming yurgan ekan. Kraskasi toza? Mexanikani shuni. Tushunarli. Buni imminni obzor qilgandik do'stlar, Instagramga ham qo'ygandik. Narxi qancha aytilyapti? Buni 150 deyapmiz, savdosi bor. 150 million savdosi bor. So'radingmi bozor? Bozorni so'ragan yo'q. So'ragan yo'q. Nomer ayt. 97 97lik 406 406 0015 ekan do'stlar. Bu ham variant kit barter bo'ladi. bu naqd. Naqdga sotiladi. Ishtir sanaydigan bo'lsa kelishtirib bera olamiz. Bo'ldi. Naqd pul bo'ladigan bo'lsa, ish yo'q mashinada biranta. Bo'ldi. 20 mingga yurgan ekanda o'zi. Telefon qilib bog'lansanglar bo'ladi do'stlar. Mayli. 175 ga sotildi. 23 mi? 24 yurgani qancha ekan? 20 mingdan oshgan ekan. 175 millionga Tracker 2 baraka bo'libdi do'stlar mana. Ko'rsalar bo'ladi. Realni sotilgan mashina. Do'stlar bozorga zeker chiqibdi, ko'rib turibsizlar, mana ko'rsalar bo'ladi. Legenda mashinalardan birinchi marta chiqyapti-da biz ham bunaqa mashina. Eminda mana zeker birinchi marta chiqyapti. 001. Wow. Ko'rsalar bo'ladi do'stlar. 23 kraskasi toza Jack bor ekan do'stlar. Mana Jackda ham mana shuni avtosaloniga borib reklama qilganmiz. 23 180 kam bor ekan. Kraskasi toza ekan. Baloni yangi. Necha mistalik bu? 9 mi? 9 mistalik. Bir kategoriya bilan haydaveradi u. Bir kategoriyani haydasa bo'ladi. Yurgani qancha dedingiz? 200 bo'lib qo'ygan. 240 bo'lgan. Mana turbo. Hamma bor. Konditsioner. Termizdan olgansiz mashina? Yo, Toshkent. Toshkentdan olinganmi? Qancha so'radi bozor? Bozor 160 million so'ragan. Naqd pulgami? Yo'q, 100 million beraman, 60 million. Variant qilib. Ha, nomer ayting. 99lik 99lik 160 160 70 65. 65 ekan. Qanchalar bo'lsa berasiz? Qancha naqd pul bo'ladigan bo'lsa? Naqd pul bo'lsa kelishamiz-da 180 million kelishamiz. 180 million kelishtirib berasiz. Nomer ayting. Nomer aytdik-a? Variant ham bormi o'zi? Bor. Qancha pul buni olsa bo'ladi? 100 million bo'lsa qolganini beraman 5-6 yil. Bo'ldi. Ish yo'qmi mashinada? Yo'q, Gaz qo'ygansizmi? Gaz propan. Propanda. Bo'ldi. Gazlari bor. Jack M3 ekan, M4 ekan bu. M3 ekan do'stlar. Mana 1.8 motorli bo'ladi. Bir kategoriya bilan ham pravo olib haydasa bo'ladigan mashina do'stlar mana. Qiziqsa bemalol telefon qilib bog'lansanglar bo'ladi. 974 ming yurgan. 18,5 qo'yavering. Bo'ldi. 1974 ming yurgan, 18,5 ming aytilayotgan ekan do'stlar. Malibu 2 hozir ko'rib o'ramiz orqa tarafdan ham. Turbo ekan, 2 turbo ekan do'stlar. Gazda qo'yilmaganmi aka? Benzin 74 ming yurgan. Ha, kraska toza. Yo'q, kraska bir 30% bor deng. 30% bor. 18 dan pastiga beramiz aka. 18 mingdan pastga beradi. Nomer ayting. 97lik 97 227 227 67 77. 67 77 2 tur turbina motor. Atmosferni. Atmosferni bo'ldi. Telefon qilasiz. Variant ham bormi? Kelishamiz. Bo'ldi. Kelishiladi ekan. Variant ham imkoniyati bor ekan. 30% kraska bor ekan. Qaysini? Ha. 12 2 tur metan ham bormi? Propan 4-pakelini. Kraskasi qanday? Balonni ko'rsatib. Ikkita krilosida bor, ha? 15% bor ekan-da o'rtacha. Xo'p, mana chiqol polik ballari bor. Yurgani 257 ming. Birinchi passiyaga salonlarni ko'rsatlar bo'ladi mana. 120 million variant ham beriladigan imkoniyati bor ekan. Kelishamiz deyapti do'stlar. Malibu burda so'raganlar shu xudo xolasa do'stlar. Bu motorda shuga, mashinada motorda shuga. Motor ходовой технический вообще еще ikkalasida. Qancha so'radi buni bozor? Bozor 100 million so'ragan. Naqd pulga? Nomer aytib bering. 90lik 90lik 326 326 66 09. 66 09. Variantga necha pul olib kelsa bo'ladi? Variantni kelishamiz. Qo'yiga qarab boshida Bir 50 million olib kelsa bo'ladi, ha? 50% da, to'g'rimi? Bo'ldi. sizni kanalingiz. Bo'ldi. Telefon qilasiz do'stlar. Xullas 12
Xo'p, 120 million kam bor, 100 millionga berilmagan ekan, 50 million pul olib kelib, xo'p, variant qilib olib kelsanglar bo'ladi. 20% kraskasi bor ekan Krilolarda. Xo'p, 257 ming yurgan, 2 tor propan 4 pakana gaz restoran qilib qo'yilgan ekan mana. Telefon qilib ko'ringlar, gaplashasizlar do'stlar.